Assalomu alaykum. Hurmatli klientlar va obunachilar, mana yana xonadonga akfa, alyumin, plastmaslarni sinfga qildik. Mana birinchi xonada bu banya bo'lar ekan. Alyumin eshik qo'yib berdik. Shunday holatda. Mana bular akfa plast bo'ldi eshiklari. Petlilarni ham joker petlidan qo'yganmiz. 4 ta petli qo'ydik. Eshiklar juda mягкий yopiladi mana. Regulirovkalari ham yaxshi hammasi. Zamoylari ham akfa. Zamoyli mana. Qulflash hamisha qulflashdan oldin mana tepaga ko'tariladi eshik ruchkasi, keyin zamoy qulflanadi mana. Qulflanib mana bosilmaydi mana. Shu holda qulflanib mana bu zasepka mana shular ushlaydi. Mana bu zasepka bo'lsa, shu zasepkalarni bular mana shu narsalar ushlaydi mana. Qulflashdan oldin tepaga bir ko'tarib olganimiz sababi shu. Zasepkalar hammasi ushlab qoladi. Bitta mana bu ushlab turmaydi-da. Pulni tepa past mana. Ko'rganlaringdek 4 ta zasepka qo'yilgan. Mana 4 ta. Shu holatda shunday qilib qo'yiladi. Shunday qilsangiz o'shana ochilmaydi, bosilmaydi kuchga. Bular ramkalar mana. Bu ham xuddi shunday eshik mana. Juda yumshoq yopiladi bu ham. Ko'rib turganlaringdek. Bular ramkalar. Ramkalarda обязательно bunaqa drenaj teshiklarni qoldirib ketganmiz. Bular hammasida mana bu yerda ham bor. Yaxshi hammasida bor bularda. Ichkaridan o'z ramkalar ochilish-yopilishlarini ko'rsataman. Ramkalar oddiy ochiladi, двойной открывание emas. Откидной bo'lgani yo'q. Oddiy. Holatda ochiladi hammasi. Ko'rib turganlaringiz hammasi podokolniklar bilan o'rnatildi. Bu yerga ham podokolniklar bilan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.